Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar, mana hozir mana bu yer deyiladi bu? Chinobod. Chinobodga keldik. Kimni? Sapxolejning yeri. O'rtoqlar, mana gumus ishlab to'g'ayga keldik biz mana. Tabiiy o'g'it. Mana buni tayyorlash jarayoni mana. Bu bilan yeb bo'lgan gumusni mana elab, musullarni tozalab, mana cho'tga etib tayyorlaydi ekan mana. Ilangani. Mana oynaqda qizilqurt baliq bo'ladi ichida. Mana krangni ochib beradi. Polni mana xalagan miqdorda mana kimga kerak bo'lsa, cheklanmagan miqdorda gumus bor ekan. Mana hozir necha so'mdan berib turibsiz shunda buni pulni aytib keting. Hozir 1000 berib turibmiz. 1000 dan. Tonnalab olaman, ko'proq olaman. Kelishtirasiz yana. Bo'ldi mana. O'rtoqlar, mana kim voy gumus kerak bo'lsa, sirajamizga murojaat etasizlar. Shalg'adan berib turibdi buni. Shalg'a. 500 kilo biyogumuz, 200 kilo sulfat birga qo'shib bergan odamniki zo'r bo'ldi. Ha, yig'ilmadan hozir elangaydi 67 vaqt berib turibdi dedi. Ha, yo'q, ajoyib, zo'r. Tabiiy o'g'itda bu. Nomerni ayting. 88 dan 600 88. 88. O'rtoqlar, tabiiy gumus. Yuzi qildi aslida. Bo'ldi, Instagramga qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa xabarlashaverasizlar.